Qadirlik dostlar, bugün yine Uçar Universitet namlıq əsər huzurunlarda buldu. Əsər avtori Ümit Şimşek, Təklimakan Uyğur Nəşriyatı, Tərcüman Abdüləziz Aqun, Təhrir Abdurrahim Dövlət. 6. bab Uçuş başlandı. Aqlga ehtiyoj bor yerda kuchning bak foydasi bo'lmaydi. Herodot. Navoiyga polshaliklar orasida rivoyatga aylangan yosh bir qiz bo'lib, 15-asrda yashagan edi. U ba'zilarning qarashicha bir shaharlik hukumat boshlig'ining, yana ba'zilarning aytishicha bir maktab mudirining qizi edi. Navoiyga Yevropa universitet ishiklarining ayollar uchun ochib etilishidan bir qancha asr ilgari aranj yasanib, Andrzej degan ism bilan Krakow universitetida tizimga oldigan va 2 yil o'qishni davomlashtirgan edi. Navoiyning qiz ekanligining tasodifiy oshkorlanib qilishidan keyin xalq uni jodugar deb daryoga g'arq qilib o'ltirmoqchi bo'ldi. Bir rohib tarafidan qutqizilgan Navoiyga sotlandi. Sot uningga jazo berishga sabab bo'lgandek muvofiq bir gunohni bekitanmadi. Navoiyga uningdan keyin hayotini munasirda o'tkazdi. Halbuki Navoiyga arancha yasinib kirgan universitetning mavjud bo'lib turishi asosan ayollarning tirishchanligini orqa ko'rinish qiladi. 1364-yili Krakow universitetini qo'llash uchun Xonish Yadoviga Zebo zinnatlardan tortib hamma narsalarni bergan edi. Onundan boshqa saroy va nopuzliq oilalardagi nurg'un ayollarmi bu universitetga yordam qilgan edi. Lekin ayollarning qurilishiga kuch chiqargan bir universitetga kiralish uchun bir qancha asrning o'tishiga to'g'ri keldi. Asrlar kelib ketdi. 19-asrdagi qo'zg'olon ko'tarish tashabbuslari erlarning, xususan siyosiy jihatda faol harakat qiladigan erlarning ko'p qismining o'lib ketishi yoki surgun qilinishi bilan oxirlashdi. Shuning bilan mayli oilaning turmushini qamdash, kundalik hayotning mashg'ulotlari, mayli Polsha kulturining muhofazat qilinishidek uzun muddatli kurashda bo'lsin, yukning ko'p qismi ayollarning yelkasiga tushdi. Ayollar o'zlarini kutib turayotgan vazifalarga intayin astoydillik va jasorat bilan tutish qildi. Bo'libmi, ma'rif sohasidagi asrlar bo'yicha davomlashgan ijroqashqa xotima bermoqchi bo'layotgandek zo'r tirishchilik ko'rsatdi. Universitetgacha bo'lgan ma'rif bosqichlarining hammasida ayollar erlardan qilishmoqdek darajada o'rin oladi. Lekin buningdan keyingi jarayon uchun fursatlari yo'q edi va u fursatlarni o'zlari yaratishi kerak edi. Yanvar qo'zg'oloni yuz berib, ardin 20 yil o'tmay turibla Yadvika Shchaniska Davidova ismli yosh bir ayol oliy ma'rif tarbiyasi olish uchun intilayotgan jinsdoshlarining talabini qondiradigan bir formula bilan o'tirib chiqdi. Bu formula ayollar uchun ochiladigan bir yer osti akademiyasidan iborat edi. 1882-yili 200 dak polshalik yosh qiz o'zlarini qo'llab-quvvatlagan kishilarning uylarida yoshirincha yig'ilishga boshladi. Bu maxfiy yig'ilishlarda Varshavaning dangliq ilm ahllari, falsafachilari va tarixchilari dars o'tadi. Davonda alohida zarak favqulodda jasoratli bo'lib, bu keng doiralik faoliyatni rus saqchilariga tutilib qolmasdan elib berishga muvaffaq bo'lgan bo'lsa-mu, ruslarning maydonni bo'sh tashlab qo'yishga ro'yi yo'q edi. Taxminan 1 yilga yaqin vaqt ichida yer osti akademiyaning o'qituvchilarining ko'p sonligi Varshavadan ketishga majbur bo'lib qoldi. Bu besimlarning polshalik ayollardan olgan javobi bo'lsa, ochiq oshkor holda doil e'lon qilishdan boshqa narsa emas edi. Yer osti akademiyasiga bo'lgan talab shunchalik kuchli ediki, 1883-yili fakultetlari, sinflari,
darslik materiallari, muhokama yig'inlari, imtihonlari va diplomlari bilan asosan hammala narsa to'liq bir universitetga aylandi. Qorosi, zemini, binosi bo'lmagan rus saqchilarining qo'liga tushib qolmaslik uchun uydan uyga uchib yurgan bu universitetning ismi uchar yoki uzadigan universitet bo'ldi. Uchadigan universitetning kurslari matematikadan dehqonchilikgacha, falsafadan adabiyotgacha bo'lgan nihoyatda keng sohani o'z ichiga oladi va bularning har biri uchun haftada 2 soat dars o'tiladi. Sinf qilingan uylarning ba'zilari faqat sinflar emas, ayni vaqtda tajribaxona funksiyasini ado qila oladigan shaklda tartibga solinadi. İmkaniyeti yor beradigan o'quvchilardan simovul xarakterlik haq elinadi. O'qituvchilarga simovul xarakterlik dars haqqi beriladi. 6 yillik ta'lim-tarbiya musobaqasidan keyin o'quvchilarga diplom beriladi. Uchar universiteti faqat qizlarni o'qitishni nishon qilgan bir ma'rif tashkiloti emas edi. Lekin o'quvchilarning ko'p sonligini qizlar tashkil qiladi. 1889 yildan 1890 yildagi o'qitish yilida Uchar universitetga tizimlatgan o'quvchi soni 1000 ga yetdi. Sinflarmi uylarga sig'maydigan holatga yetgan edi. Darslarning ko'pinchisi bu faoliyatni qo'llab-quvvatlagan jamiyatlarning zallarida, albatta, yana maxfiy holatda o'tilishga boshladi. 1875-yili Polshaning eng boy savdo sanoatchi va yer mulk egizlari tarafidan yezi igilik va sanoatning ilmiy yo'sinda taraqqiy qilishiga to'p qo'shish maqsadida qurilgan sanoat va dehqonchilik muzeyi mazkur o'rinlarning biri edi va Uchar universitetining ba'zi sinflari mushu muzeyda to'planadi. Muzey Uchar universitetga faqat sinflarni ochib berish bilan qolmadi. Polshalik dangli ximiyachi Napoleon Miltserning nazoratchiligi ostida bir ximiya tajribaxonasi qurib, universitetning xizmatiga sundi. Sinflarning bir yerga jam bo'lishdagi qiyinchiliklar nihoyatda tabiiy holda o'qituvchidan bakroq kitobga diqqatni markazlashtirish majburiyatini paydo qildi. Qonunliq universitetlarga o'xshamaydigan tarafi bu yerda o'quvchilar o'qituvchilardan oz narsa kutib, nuqtaliq holda o'zining tirishchanligi tayinishga majbur edi. Buning mahsuli sifatida ensiklopediya turidagi darslik kitoblari modeli o'tirib chiqdi. Bular bir qarashga o'zligidan o'rganish kitoblari edi. Dars temasi aloqador ensiklopedik ma'lumotlar bilan birga temani qanday muzokara qilish kerakligiga doir ko'rsatmalar va u temaga qo'shimcha qilib murojaat qilishga bo'ladigan manbalarning tizimligimi mazkur kitoblarda bor edi. Bu kitoblarni Varshavadagi uylarning ko'pinchisidan tepish mumkin edi. O'zligidan o'rganish faoliyatlarining bir moda holatida xalqning butkul qatlamlarini o'z ichiga elishida mazkur darslik kitoblarining to'pisi bor edi. Uchar universitet polshaliklarning ruslar bilan germanlarning Polsha madaniyatini umumyuzlik tarixni o'chirib tashlash o'rinishlari qarshi kollektiv tuyg'u bilan yozib chiqqan bir dastonga aylandi. Bu uzun, to'limi uzun bir kurash edi. Ruslar yoki germanlarning ko'zidan qaraganda bundaq bir kurashning tushuniksiz taraflari yo'q edi. Uzun mezgillik siyosatlar davlatning imkoniyatlaridan foydalangan holda bir markazda planlanib ijro qilinadi. Polsha xalqining bir butun holatda mushundaq uzun va mushaqqatli yo'lni tanlashi, shundaqla uzun yillar bo'yicha astoydillik bilan amallashtirishi bo'lsa, tarixda nihoyatda oz uchraydigan bir milliy kurashning ulgusini tashkil qilgan edi. Ruslar bilan germanlar Polsha tarixini va madaniyatini bir butun holatda bir miloddan burungi davrga tadbiq qilib, uningga doir hech qanday iz qoldirmaslikka tirishayotgan bo'lsa, polshaliklarmi o'z kelajaklarini bir gavda holatida ilmga,
madaniyatga va san'atga ega bo'lishda va bu qimmat qarashlarni badalining qandoq bo'lishidan qat'iy nazar muhofazat qilib qo'g'dashda deb qaraydi. Bu yo'lda o'zlarini kutayotgan mushaqqat va xavflardan hech kim bexabar emas edi. Shundaqla ularning hech biri qisqa vaqt ichida parlaq natijalarning qo'lga keltirilganligini kutmaydi. Ular matematikaning, fizikaning, biologiyaning, tarixning, falsafaning, adabiyotning, naqshi musiqining eng inchki tafsilotlari bilan yillar bo'yicha mashg'ul bo'ladi va bir qancha qo'rliq ma'lumotga ega bo'lish uchun oqshomlari uydan uyga uchatdi. İlim o'rganish yoki o'rgatish asosida tutilib qolishning qiyin qistoqqa ilinish, turmaga solinish yoki Sibiriyaga surgun qilinishdek to'laydigan badallari bor edi. Polshalik yoshlar bu badallarni to'lasimi, ko'zlagan go'zal kunlarni o'zlarining hayotligida ko'rolmaydiganligini biladi. Aslida ular bu anga ega bo'lgan chig'idilar o'limdan qo'rqmaydigan qaysarlikni va yengilmas kuchni qo'lga keltirgan edi.